Assalomu alaykum. Hocam, yaxshimisiz? Yaxshi o'tiribsizmi? Assalomu alaykum kuyov, yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? Qizim, sen yaxshimisan? Xush kelibsizlar, kelinglar. Oo, remontlarni so'ragan. Shu 63.500 da kesaklardan qolib so'ragan. Tushunmadim kuyov. Qanaqa sotuv? Nima bo'lyapti? Kim sotib olyapti uyni? Hocam, kuyovingiz maklerlar ko'p, bilasiz-ku, kasb kasalligiga e'tibor bermang. Oo, hatta shu to'sibda remontlar qilingan. Yoshi televizorlardan qilingan ekan. Shuni qattiqlar ham bo'lgan. Lekin zo'r ketadi-da. Oo, dashi sanusilar ham alohida ekan. Rostdan zo'r ketadi shu kvartira. Oyijon, uy zo'r joyda joylashgan ekanda. Bu Rosita bir qadam. Gorgaz bir qadam ekan-da. Lekin shu oshxonani ham borkim, balkonga ko'chirib, mashinadan keyin xonasi bo'lsa bo'larkan-da, lekin oyijon, mebellardan zo'rna taqlab qo'ygan ekansiz, ha? Dashi bo'lib qadam qilgan. Qayerdan nima kerak, ha? To'g'ri. Jo'nchoq qilingan. O'qituvchilar qilingan. Sizlarga eshikdan shuni ishga qilib qo'yganlar. Kuyov, yaxshimisiz, tinchmisiz? Uychilar yaxshimi? Nima yangiliklar? Hocam, kuyovingiz yana uyni sotib yubordilar. Oyijon, chiqsa, u kvartira sotilsa, buni sotyapmiz, buni sotilsa, buni sotyapmiz. Kvartirani sotgan sabab оборотga pul kerak-ku. Sotib yubordik kvartirani. Hocam, kuch ko'ronimiz ham mashinada, kuch ko'ronlarimizni kam qilib olganmiz, o'rganib ketdik oyijon. Oyijon, shurgan o'yinta student qo'yaversak-chi, nima deysiz? Zo'r bo'lardi, o'yinta student qo'ysak, normal oyga pul kelib turardi, qara. Biz qiziqmisiz, o'zi 2 xona uy bo'lsa, yana 10 kishi qo'yaman deysiz. Oyijonim qayerda turadilar? Ha, kuxnini balkonga ko'chirib, bitta xona yaratib, kattagina yotoqxona qilib, mana shuni yashashga sharoit qilib bersam bo'ladimi? Oyijon, siz ko'p o'ylab siqilmang. Bir o'yinga sabr qilsangiz, maket pulni olamiz-da, o'yinta studentni deb ko'ramiz. Hocam, endi biz turamiz. Sog' va salomat bo'lasiz. Ey kuyov, yostiqni tashlab keting. Ey kuyov, kalit tashlab keting. Uyning hujjatlari joyidami? Ha, joyida, nima edi? Bo'ldi, ezib o'rdiz, ketdik. Xayr oyijon. Assalomu alaykum oyijon. Men uyni sotib oldim, qachon berishni berasiz? Voy o'lay, kimdan? Ilyos maklerdan sotib oldim. Uyni berishni berasizmi opajon? Kuyovim Ilyosmi? Ha, hujjat normal pulga so'rashgan, sotib yubordim. Zerikmang, boshqa keng ko'p tasnov beraman.